Who's Max Boy? Hop, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Javohir, ya'ni Rakuzum Uzumaki, Uzmax Boy kanali admini. Hop, bugun sizlarga kod yozishni o'rgatmayman, shunchaki o'zim tayyorlagan dasturimni sizlarga ko'rsatmoqchiman va vazifasini tushuntirmoqchiman. Ko'pchilik biladi kun.uz saytini. Mana shu sayt ommaviy yangiliklarni e'lon qiluvchi saytda. Ana shu sayt orqali saytdagi chiqqan ma'lumotlarni, yangiliklarni Telegram kanalga tashlashni o'rgataman. Bu oddiy shunchaki olib tashlash emas. Ma'lum bir dastur orqali chiroyli qilib kanalga joylab borish haqida tushuntiraman. Xo'sh, ko'rib turganlaringdek dasturning kodi unaqa murakkab narsa emas. Asosiy narsani tushuntiradigan bo'lsak, grafik interfeysli dasturimiz va mana kodlari bu yerda kutubxonalar ko'rishlaring mumkin va ommalashgan ko'pchilik xabari bor kutubxonadan foydalanmadim. Imini grafik interfeysli dastur yaratish uchun ko'rib turganlaringni men kutubxonadan foydalandim. Xo'p, unaqa ko'p to'xtalmayman. Bu haqida internetda ma'lumot juda ko'p. Xo'p, Telegram kanaliga bot orqali qanaqa qilib yuboryapti deganda, boshida telebot orqali qildim, mana shu kutubxona orqali, lekin u menga ma'qul kelmadi. Keyin nima qildim? Shunchaki Telegramni ochib API dan foydalangan holatda ishlaydigan qildim. Bu juda yengil bo'ldi va yaxshi bo'ldi nazarimda. Mani xohishim bo'yicha juda chiroyli narsa bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek. Xo'p, endi dasturni tanishtiraman sizlarga. Grafik interfeysini. Xo'p, dasturga kiramiz. Ko'rib turganlaringdek, oppoq, обычный dastur. Xo'p, yordam fayl. Sozlamalarni yuklash, saqlash, keyin JSON massivda saqlab olish yoki boshqa formatda chiqish, fayllar bo'limida yordamda dastur haqida. Ikkinchi versiya, birinchi versiya nima desam bo'lar ekan? Aytayman, telebot orqali qilingan, ikkinchi versiya ochiq API orqali qilingan varianti. O'shaning uchun ikkinchi versiya va imkoniyatlari yozilgan bo'pti, shu. Xo'p, pastga tushadigan bo'lsak, bo'limlar, yangiliklar. Qaysi mavzuga tegishli yangiliklar bo'lishini xohlasalaring belgilab qo'yishlaring mumkin yoki hammasi, barchasi. Xo'p, O'zbekiston haqida keyin qancha yangiliklar chiqishi kerak? 10 tami, 20 tami, bittami? Bitta qilaylik misol uchun. Bu knopkani bosadigan bo'lsak, yangilik chiqyapti. Xo'sh. Bitta bo'lgani uchun mana bu yerda hali ish bor, ko'rib turganlaringda xato. Ya'ni unaqa yaxshi holatda turgani yo'q-da. Xo'p, barchasini qilamiz va 10 ta qilamiz. Yo'q, 5 ta qilamiz. Xo'sh. Ana endi sal holati yaxshi. Xo'p, ko'rib turganlaringdek bitta ma'lumotni 2 martadan chiqaryapti yangilikni. Bittasini o'chirib qo'yamiz-da. Bittasini qoldiramiz. Buni ham shunaqa qilamiz, buni ham shunaqa qilamiz. Ya'ni bir xil ma'lumot 2 martadan tashlanmasligi uchun. Xo'p, bot tokeni kiritiladi. Botda kanal ID'si kiritiladi. Tokenni ko'rsatish, rasm bilan yuborish, oraliq vaqti, kutish vaqti har bitta postni. Hop, buni ham tanlab qo'yish mumkin. 2 soniya yoki 3 soniya tam. Onlayn bo'lib turgan vaqtingizni qurilmangiz, masalan, kompyuteringiz belgilab qo'yasiz. Har bitta postni, masalan, yarim soatda tashlasin. Internetda ulangan vaqtida bu yarim soatdan tashlab boradi o'zi. 10 ta yangilik bo'lsa, har bitta yangilikning o'rtasidagi vaqt yarim soatga teng bo'ladi yoki 20 minutga yoki boshqa narsa sekundlarga teng bo'lishi mumkin, tam shunaqa narsa. Oxirida Telegram kanaliga yuborish va uni yuqorida bot tokeni kiritamiz va kanalni kiritsak, tekshirib olamiz. Haqiqatan ham mavjudmi bot tokeni, ishlaydimi va kanal ID'si yoki yuzeri ishlayaptimi? Tekshirishimiz mumkin. Hozirga amaliy bu narsani ham ko'rsataman. Xo'sh, bot tokenini kiritdik. Endi ID'sini kiritdik. ID mana bu holatda bo'ladi. Lekin biz 100 bilan minus qo'yishimiz kerak boshiga. Bu kerakli narsa. Xo'p. Buni o'rniga user yozsa ham bo'ladi. Yopiq kanallar bo'lsa ID bilan ishlaydi. O'shaning uchun sizlarga ko'rsatyapman. Xo'p,
tokenni ko'rsatish yokida yo'q. Rasm bilan yuborish yokida yo'q. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Avval tekshirib olamiz. Xo'p, bot topildi. Ismi test, yuzernamasi, IDsi, kanal topildi. Nomi Narikaze, turi channel, ya'ni kanal. Xo'sh. Okey. Endi mana shu yangilikni, mana shu ikkita yangilikni yuboramiz. Avval bittasini yuborik. Misol uchun buni. Xo'p. Yuboramiz. Mana sizlarga amaliy o'sha tayyor qilgan kunim, sinab ko'rganlarim bular. Mana shu holatda keladi. Xo'p, bu yoqda to'lotdi. Xo'sh, mana. Bizni rasm bilan yuborishni belgilamaganmiz, shu sababli rasmsiz kelyapti bu yoqqa xabar. Xo'p, endi bunisini tekshirib ko'ramiz. Xabar yuborildi deyapti. Xo'p. Buni ham tekshirib ko'ramiz. Endi rasm bilan yuboramiz. Nega rasm kelmadi? Mo'jiz saytda parsingda xatolik bo'lgandir. Xo'sh. Buni yuborib ko'ramiz, bu xabarni. Xabar yuborildi deyapti. Okey. Rasm bilan keldi. Bot. Xo'p, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim aynan shu edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar Telegram kanalimda, kuzatib boringlar YouTube kanalimni. Yangiliklar zo'r bo'ladi, xudo xolisa kelajakda. Bitta like, bitta komment, agar arziydi deb hisoblasalaring, обязательно shu narsani qilinglar. Kuzatganlar uchun rahmat, jonlaring sog' bo'lsin. Ko'rishguncha xayr.